Mana shu sog'lom turmush bo'lganda Keyin hozir mendan ham o'sha narsani kutadi, erta turishim. Lekin men turolmaysiz. Turolmaysiz. Boshim og'riydi, asabiylashadi. Keyin kun bilan do'konda turamiz. U ham men ham do'konda turolmayman deb aytaman. Слишком ko'p boshim og'riydi agar kech yotib, erta tursam. Hozir 12:00 uxlaymiz, soat 8-9 da turamiz. Bu masalan 12 dan keyin uxladingizmi, 1 da 9 da turganingiz bilan foydasi yo'q. Organizmga foydali uyqu bo'lmaydi. Hamma joyim og'riydi. Charchoq bilan. Kunni bilan ish qilgan odam. To'ppa-to'g'ri energiyasiz bo'lasiz. Shuning uchun kech uxlaydigan qizlarimiz, yigitlarimiz bilish kerak, bu kech uxlash bu organizm sog'lom uyquni olmaydi. 100% zaryadka olish uchun 10 dan 3 gacha uxlash kerak. Mana shu 10 bilan 3 ta orasidagi uyqu sog'lom uyqu, bu organizm 100% zaryadka oladi degani. 12 da uxladingiz 70% zaryadka, 30% yo'q. Demak, ertasi kuni energiya yo'q, asabiy, charchoq, bosh og'rig'i, salga mana o'zi jahlingiz chiqib ketdi, birpas kutilmadingiz. Mana shular hammasi ta'sir qiladi kechki uyqular. Kechki mana shu 12 dan keyin, 1 dan keyin uxlaydigan qizlarimiz rezko vazn ortishi, hayz buzilishi, salga asabiylik, follikula yorilmasligi, o'smasligi, homilador bo'lmaslikka sabab bo'ladi. Bu o'g'il bolalarda ham aks etadi. Aytish mumkin, erkaklar bekor aytibdi, mana tungi smenada ishlaydi, bolali bo'lib yotibdi, yo'q deyish mumkin, lekin hamma organizm har xil. Ba'zi organizmlar uchun mana shu uyqu rosa muhim hisoblanadi. Gormonal fon rezko buzilib ketadi. Shuning uchun mana turmush qurganingizdan keyin kech uxlashni boshladingiz, 12 dan keyin shuning uchun vazn oldingiz. Shuning uchun mana gormonlaringiz, hayzlaringiz kechikishni boshlab, qizlik paytingiz 9-10 da uxlardingiz, turmushdan keyin kechga o'tdingiz, semirishni boshladingiz, hayz buzilish boshlandi, asabiyliklar, stresslar va hokazolik. Endi siz homiladorlik kutyapsiz. Homiladorlik kutish uchun demak gormonal fonimiz to'g'ri bo'lishi kerak, biza sog'lom uyqu bo'lishi kerak, stress bo'lmasligi kerak, shunda homilador bo'ladi.